Assalomu alaykum, hurmatli dehqon akalar. Mana biz New Holland traktoridan TT480 traktorini xarid qildik. Bunga qo'shimcha yana bu yerda mana freza, kaselka o'chiradigan apparatlarni ham oldik qo'shimcha. Bu o'zimizda shu yo'nalishimiz bo'yicha, ya'ni qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha ishlatamiz. Qishloq xo'jaligi yo'nalishini issiqxona yo'nalishida, ya'ni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish. Asosan pomidor, bodring mahsulotlarini yetishtiramiz. Undan tashqari mana shu texnika yordamida yerga qayta ishlov berish, ya'ni yerda ishlov berish jarayonlarini amalga oshirishni mana shu texnikani sotib oldik. Qutlug' bo'lsin. Rahmat.